Mana hozir Moskva shahridagi metro Kuzminka tarafda yuribman. Bu metro Kuzminkada o'zbek, tojik, qirg'izlar eng ko'p yashaydigan metro hisoblanadi. Demoqchimanki, umumiy qilib aytganda, mana shu o'zimiz migrantlar eng ko'p yashaydigan metro mana shu metro Kuzminka hisoblanadi. Hozir ko'ramiz metroda yonini. Qani proverka bo'lyaptimi, vahima qilinayotganda yo'qmi? Mana metroda yoniga ham keldik. Degan biz ko'ryapsizlar, mana hamma xotirjam yurib, o'zini ishi bilan, hamma o'zi bilan o'zi ovora. Hech qanaqa bir vahima qilinayotganda PR bo'layotgani, nima bo'layotgani yo'q, proverka bo'layotgani yo'q. Naborot blogerlar buni nima qilib PR qilib ishlayapti. U 2 yil, 3 yillik videolarda ham olib turib PR qilishadi. Mana tamom metroda ham, bu tarafda ham, bag'a umuman bir mana politsiya xodimini ham, nimasini, mashinasini o'zi ham yo'q mana. Hamma yo'q tinch. Hamma yo'q absolutni tinch, unaqa vahima qilish o'rni yo'q. Proverka bo'lyapti, red o'lyapti, hammani ushlayapti, stroykani bosyapti. Bosayotgan bo'lsa, red qilayotgan bo'lsa, eskidan bo'lib kelgan bu narsa. U oldindan bo'lib kelgan. Xullas yalomat demoqchi bo'layotganim, mana shu terak bo'lgandan kelgan. Proverka o'zgarib qolgani yo'q. Hali tekshirilishi. O'sha oldin qanday bo'layotgan bo'lsa, hozir ham o'shanday bo'lyapti, absolutni. Bu eski videolarni qo'yib olib internetga PR ishlab, boshqa qilib, yani odamlar hayp ishlayapti xolos. Shu bloger, ayniqsa o'zimiz blogerlar chiqib olib shu Moskvada tityapti ekan. Bitta taksida gayi to'sib bo'lsa ham uni chiqarib vahima qilib chiqaryapti. Odamlar ham shunga like bosib qarab o'tiribdi, vahima qilib o'zini ochib. Shunga men hayron qolaman. Absolutni tinch, вообще vahimaga o'rin yo'q. Ya proverka qiladigan bo'lsa, ana shu metro Kuzminkaga qiladi. Nimaki metro Kuzminkada o'zimiznikilar, ana shu migrantlar eng ko'p yashaydigan nima? Metro hisoblanadi bu. Moskvada yurganlar biladi. Bilganlar bir kommentariy yozib o'tib ketasizlar.